Yana bitta xato narsa bor. Er ishlamagandan keyin ayol u erkakga ona bo'lib oladi. Kira qilsangiz bo'lmaydimi? Ana magazinda qorovulchilik qilsangiz bo'lmaydimi? Mana qilsangiz bo'lmaydimi? U o'zi onasidan eshitgani yetadimi? Bo'ldi. Obbo deydi, undan battar yo chakadi, yo ichadi, yana o'tiraveradi. Ona bo'lib olishga haqqimiz yo'q. Xo'p, sizga eringiz quloq ham solmayaptimi? Shunda joy namozga o'tiring-da. Alloh mana shu insonni menga juft qilib bergansan. Rizqimizni bitta qilgan ekansan. Sen uni qalbini bilguvchisan. Alloh o'zing to'g'rilab qo'y deb turib, o'sha 21 kunlik turmush o'rtog'i bilan qilinadigan texnikalar, amaliyotlar bor. Endi eringiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmayotgan paytda, turmush o'rtog'ingizda ish bo'lmayotgan paytda, pul topmayotgan paytda, endi sekin bolalikka qaytamiz-da. Kimda ko'rgansiz? Kimda ko'rgansiz o'sha holatda? Amakingizda ko'rganmisiz? Serialda ko'rganmisiz? Sizni erkagingizdan nafratingiz bormi? Uyingizda erkak hech qanaqa o'smaydi.